Xo'p, Do'da, qon tomirlaringiz ancha torayibdi. Qulog'ingizdagi shovqinni ham, davleningizni ham sababi shu. Stress, asabiylashish, balki charchoqdir. Ishlamaysizmi mabodo? Ishlayman? Qoyil. Do'da 70 dan oshibsiz-ku. Hali ham ishlaysizmi? Albatta. Ishlamasam bo'lmaydi. Xo'p, dam olib turasizmi? Qachon oxirgi marta dam oldingiz? To'poga chiqibmi, bu sanatoriyami? Eslamayman. Ish bilan bo'lib dam olmayman shekilli. Mana uni olganda sot. Bervar qarzingni. Kelishmasin uyga pul so'rab. Yo'q ada, qanaqa bo'laman? Qiynalib qolasiz-ku. Hech ham qiynalmayman. Piyoda yuraman. O'zi uyda bitta mashinamiz bor-ku. Hech narsa qilmaydi. Nima, mashinasiz hayot yo'qmi? Hali ishlaring yaxshi bo'lib ketsin, bundan ham zo'rini olib berasan. Sen qarzingni yop. Hozir shu zaril. Mora bo'lsin. Bosvordik. Ishlaring yurishib ketganidan xursandman, o'rtoq. Rahmat. Qora mashinada adanglar qiynalib qolmaylarmi? To'g'risini aytsam, o'zimga oldim. Ishim yaxshi bo'lyapti-yu. Adamga keyin olib berarman. Mening modim qora, yo qizil xuddi Ferrari. Kerak emas odamlar. Hammasini men o'zim epladim. Hammasi qora, yo qizil xuddi Ferrari. Uka, mana bu komplektni qarang-chi. Necha pulga olib qola olasizlar? Xo'p bo'ladi. Bu tillalaringiz 583-585 rubl ekan. Bugun kunda 9 mingdan hisoblaganda 32 million so'm chiqyapti. Nima deysiz? Bo'ladimi? Bo'ladi. Yaxshi narx. Mening modim qora, yo qizil xuddi Ferrari. Kerak emas odamlar. Hammasini Ma ol. Ada, shu shartmidi? Oyimni tillalarini bekor sotibsiz-da. Onangni o'zi berdi. Baribir anchadan beri taqmayapti-ku. Buni olganda ishingni bitir. Hech qanaqa kredit olib yurmagin bolam. Hali oyoqqa turib ketgin. Onangga ikkalamiz bundan ham zo'rini olib beramiz. Bo'ldi. Ko'p o'ylama bolam. Rahmat ada. Qali. Voy, adasi muncha chiroyli. Muncha zo'r. Yoqdimi? Voy, bo'lmasam-chi. Rahmat adasi, ishlaringiz bundan ham zo'r bo'lib ketsin. Aytganing kelsin. Mening modim qora, yo qizil xuddi Ferrari. Kerak emas odamlar. Bo'pti, bo'lmasa yuragingizga lecheniya yozamiz. Hammasi qora, yo qizil xuddi Ferrari. Kerak emas odamlar. Hammasini men o'zim epladim. Hammasi. Keling aka. Mana to'g'ri o'z oldingizga keldim. Ishonchli do'kon bo'lgani uchun. Rahmat, baraka toping. 17 qilar ekanmiz-da. 17 qilamiz. Bo'ldi. Adangizlargami? Yo'q, ne unaqa deysiz? Hali telefonda adamlarga nimadir dedingiz-ku. Bolam to'xtab tur. Bo'lib berdi. Mana uni qara. Aytuvdim senga qotib qolyapti deb. Aytgancha. Shuni ustiga ko'rsatib kelgin. Xo'p. To'xta. Mana uni ham ol. Yo'q, shartmas edi. Ol, ishlatasan. Bo'pti. Bo'pti. Yaxshi boribdi. Tushunarli. Bo'ldi. Buni ustiga ko'rsatamiz, sizga 17 ni o'tgan safardagi zo'r qilib beramiz. Rahmat, bo'ldi. Anu gap boru. Bitta ota-ona 10 ta farzandni boqa oladi. Lekin 10 ta farzand bitta ota-onani boqa olmas ekan. Boqa oladi.
agar xohlasa boqa oladi. Bizaga o'xshab nafsini quli bo'lmasa, istasa qiladi. Bo'pti, yura qollaring. Bo'pti. Ko'p ham xavotir olmanglar. Men yaxshiman. Bu yog'i endi qarichilik. Ko'p ham siqilavermalaring. Bo'ptimi? Hammasi yaxshi bo'ladi. Xo'p, uyga keta qolamizmi unda? Yo'q. Meni ishga tashlab qo'yinglar. Ishga borishim kerak. Uyga keta qolinglar-da. Yo'q, ishim ko'p. Ishga tashlab qo'yinglar. Bo'ptimi? Yuringlar.